2026-yil 18-fevral Jizzax viloyati Do'stlik tumani 2-umumta'lim maktabida tabiiy fanlar kasbiy rivojlanishi kuni jarayonlari olib boriladi. Qaysi loyihani o'quvchiga berdingizda nimani oldingiz? Kim ayta oladi? Kirgi mashg'ulotlari mavzusi. Agar o'sha loyiha ishi ijobiy samara bermagan bo'lsa ham aytinglar. Bular shuna holat bo'ladi, to'g'rimi? Men qarasam narigi kitobda bo'lgan o'tirishni hozir gaplashib beraman. Qaysi gulikanatni kengayishi. Kecha qaysi bir maktabga borib kechagida oliy toifani o'quvchi, o'zini bilimini ustasi, kimyo fani o'quvchisi. Formulani o'quvchiga aytyapti, formulani yozyapti. Men bitta formulani yozdimda reaksiyasini keltirdim. O'shalarni boraveramizda. Natriy xlor bilan H2 olib birikmasi nima bo'ladi? Hoshni eritmas bo'ladi suvda. Sho'rsuv bo'ladi. Ha, men kimyoni juda chuqur o'qimaganman, lekin o'sha paytda o'quvchimiz mana shu ishlatilgan, hayotda ishlatiladigan oshtuzni. To'g'rimi? Ha, spirtlar bor, to'g'rimi? Qanday spirtlar? Metanol, razmli quvvatli spirtlar, glitserin, etilen glikol quvvatli spirtlar. Mana odam iste'mol qiladigan aroq bor, hammamiz bilamiz. Etil spirt. Etil spirtiga suv qo'shilgan. Suyultirilgan. Inson uchun zararli bo'lgan qaysi? Metanol. 50 gram texnik spirt. Ana o'sha o'quvchiga borib o'sha narsalarni misol uchun hayotda qo'llanadigan narsa, bola sulfit kislota barobatda unaqa narsa juda ham kerak emas. Keraklisi bilan alohida shug'ullanadi. Hammaning kimik biolog chiqara olmaymiz. Bizda juda kuchli kimiklarimiz bor, biologlarimiz bor. To'g'rimi? Biologlarimiz juda yaxshi bilan DNK tekshirishi bor. Bilamiz. DNKni tekshiradigan apparatimizni chetdan sotib olamiz. Nima uchun? Biz aqlimiz yetmaydimi yaratishga? Texnologiya yo'q-da. O'z texnologiyani yaratishimiz kerak. Shu texnologiyani yaratishimiz kerak. Ha, o'sha texnologiya yaratishga biz aqlimiz yetmaydimi? Yetadi, faqat ko'ngilimiz yo'q. Harakatimiz yo'q. Shuni yaratadigan yoshlarni shakllantirish. Agar o'sha narsani siz rag'batga qoladigan bo'lsa, nima deydi? Rag'batlanishga qoladigan bo'lsa, o'sha narsani siz yarating, davlat sizni rag'batlantirmaydi. Agar siz bitta ixtiro qiling, rag'batlantirmaydi. Rag'batlantiradi. Lekin bizda bitta narsa yetishi